Makka-i Mukarrama Haram masjididagi iftorlik boshlandi. Mana Jaloxon aka, mana Jaloxon aka iftorda o'tiribdilar, o'zlari shef. Mana bizni tojikistonlik do'stimiz. Assalomu alaykum. Qirg'izistonlik qirg'izlarga alangali salomlar bo'lsin. Tojikistonga o'zbeklar. Ha, mayli, u ham bo'laveradi. Akamiz. Assalomu alaykum. Tojikistonlik akamiz. Assalomu alaykum. Jallovatdagi eng hurmatli odamlardan bittasi ona. Bu oldidagi Islombek deb qo'yadi. Dadalarini o'ragab keldi. Alloh rozi bo'lsin. Mana bugun iftorlik mendan. Bugun sizdan, ertaga Bugun bizdan. mendan. Endi 30 kun mehmon qilib qo'yaveraman bularni. Mendan nima ketdi? Xudo xohlasa. Kim Ramazonda kelaman desa kelaversin. Hamma iftorligi mana bizdan. Ana, ha? Termiz ham bor, qarang domla. Termiz issiq choy, buluchka, zamzam suvlar, xurmolar, buluchkalar. Ana qattiq haligi naqalardan sepdik, aralashtirdik, ha? Ashparat setsini nima qilamiz?